Mana Jizzaxdan Farhod akamizni xonadoniga 100 voltlik plazmaligimizni o'rnatib berganmiz. Stanokni o'zini xarid qilishgani bilan bu stollarini o'zlari yasashdi. Deb o'rnatib, ko'rsatib, tuzmalarni tayyorlashda yordam berdik. Akamiz kachov ishlab chiqarar ekan ko'mirga. Mana shu detallardan kesishyapti. Ana hozir probaga bitta kesilib bo'lgan detallarni sarkalab ko'rishadi. Chizmamiz to'g'rimi, xatoliklari bo'lsa, hozir mana aniq bo'ladi. Istochnikimiz 120 amperlik. Mana bu ko'rinishda kompressor o'zlari xarid qilishgan. Biz faqatgina istochnik bilan stanok uskunani o'zini berganmiz. Uskunamiz ishlash jarayoni. Xonadonda uy sharoitida kachovlar ishlab chiqishar ekan. Birinchi kun kelib o'rnatganimizda bu safarga kelishimiz ikkinchi safarga bu safarga kelishimiz ikkinchi martasi. Birinchisida kelganimizda nayslar yo'q edi. 3 kun oldin keldik. Farhod aka nayslar tayyor qilib qo'yishdi kelishimizga. Mana stolga kerak bo'ladigan mana bu arra listlardan vazirda o'zimiz kesib berganmiz. Mana bu joylarni ham kesib berganmiz. Qolgan joylarni tayyor qilib o'zlari yasab qo'yishdi. Mana bu kranshtaynni ham kesib qo'yganmiz. Mana kichkina teshiklar teshish jarayoni. Kachov tayyor holati mana bu ko'rinishda bo'ladi. Bu qo'lda yasalgan, bolgarkada kesilgan polni teshiklari ham servoda teshib tushgan ekan.